Assalomu alaykum o'rtoqlar. Shanxay Study Xitoy tili markaziga avvalambor obuna bo'linglar. Sababi biz juda ham qattiq mehnat qilamiz. Xitoydan kelgan Muhammad Ali ustozimiz bugun sizlarga juda ham kerakli bo'lgan Duyvolashvo grammatikasini chotki va yasniy qilib o'tib beradilar. 老师，开始。同学们好，今天我们要学习对我来说。对我来说degani ikkita ma'nosi bor. Birinchi ma'nosi bo'lsa tuy degani to'g'ri degan ma'noda, ikkinchisi esa bu qo'shimcha k qo'shimchasi. 比如说 masalan misol uchun 对我说 menga aytdi. 他对我说 u menga aytdi. 我对他说 men unga aytdim. Shunga bu tuy degani ikki xil ma'nosi bo'ladi. Bittasi to'g'ri. Alohida kelsa to'g'ri degan ma'noda bo'ladi. Yana bittasi bo'lsa esa qo'shimcha k qo'shimchasi. Ni 学会了吗？ Endi Duyvolashvo nima degani shunday o'xshaydi? Nima qilish kerak edi? Duyvolashvo degani hammasi birgalikda kelganda bu menga nisbatan degan ma'noda bo'ladi. Menga nisbatan. Okay, gap tuzib ko'ring qanaqadir. Masalan, 对我来说这件事情很简单。Menga nisbatan bu ish juda ham oddiy, oson. Tushundim. Ustoz, Duyvolashvo ma'nosi, ya'ni men uchun degani ekan. Ko'cha tilida, Toshkent tilida aytadigan bo'lsak, Duyvolashvo 这件事情很简单. Ya'ni men uchun bu juda ham oson ish degani ekan. Yana qanaqa gap tuzsak bo'ladi? Liga juzi. Duyvolashvo 去俄罗斯比较麻烦，因为是现在特别冷。对不对？可以吗 ？OK。同学们，你们觉得你们也理个句子吧？来，理个句子，对我来说。对你来说很简单，对我来说会很困难。对，他说的对，这位同学说的，我开玩笑，他不是同学，我们的中国老师。OK， 对我来说，这件事情对我来说很简单，但是对你来说比较难。OK， 还有谁会说什么呢？理个句子，造什么？造句。造句。对你老师当老师很简单，但对我老师比较有点困难。很棒，真的是很棒。Bu qizlarni sizlar o'zbek deb xitoylik deb o'ylayapmiz. Hozir chunki gapirishingizdan shunaqangi xitoylikni necha yil Xitoyda yashagansiz? 6 yil bo'lgan Xitoyda. Gavjum o'qiyapmisiz o'tda? Yo'q, men bolaligimda o'rganganman. Mashalloh. Ko'ryapsizlarmi? Bemalol Xitoy til markazimizga kelsanglar, inshaalloh shu bizlarning o'quvchimisiz siz? Bizlarning o'quvchimizda ham support o'qituvchi, ya'ni bizga juda ham katta yordamlar tegadi. Bemalol bulardan ham kelib, ikkinchi o'qituvchi qilib Xitoy tilini o'rganishingiz mumkin. Bizlarning Xitoy til markazimizda bilasizlar, bir o'quvchi uchun 3 ta ustoz beriladi. Birinchisi bu o'zingizni главный ustozingiz Laushi, ikkinchisi support, ya'ni ikkinchi o'qituvchingiz bo'ladi. Uchinchisi har yakshanba bo'lib o'tadigan QYK, ya'ni speaking clubimizdagi ustozingiz bo'ladi. Va xitoylik ustozlarimiz juda ham ko'p, har kuni kelishadi. Mana ofisda ham o'tirishibdi hozir. Ustozlarimiz juda ham ko'p, baraka topsin. Bizning Xitoy tili markazimizda основной savob uchun, ya'ni yosh avlodimiz ko'chada bekor yurmasin, kompyuterxonalarda yurmasin, Xitoy tilini mukammal o'rgansin. Sababi hammamiz bilamiz, Xitoy tili bu zamon tili. Zamon tili esa Xitoy tili. Shanxay Study Xitoy tili markazimizga kelinglar va Xitoy tilini oson va mukammal o'rgatinglar. Loshi. 那我们在上海 study 等你们哦。